Viloyat adliya boshqarmasining navbatdagi kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tdi. Unda boshqarma va uning tizimidagi idoralar tomonidan o'tgan davr davomida amalga oshirilgan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar va kelgusidagi vazifalar muhokama etildi. Hozir shu haqida. Yig'ilishda norma ijodkorligi, huquqiy va davlat xizmatlari ko'rsatish, murojaatlar bilan ishlash, huquqiy axborotni tarqatish va boshqa sohalar kesimida faoliyat tahlil etildi. Xususan, o'tgan yilda mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ xususiyatga ega bo'lgan va yer munosabatlariga oid 528 ta qaror loyihalari huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Jami 3660 ta murojaatlar ko'rib chiqilib, shundan 74%, ya'ni 2713 tasi qanoatlantirilgan. O'tkazilgan 1799 ta o'rganish va monitoring tadbirlari natijasida esa 89 mingdan ortiq qonun buzilishi holatlari aniqlanib, ularni bartaraf etish maqsadida tegishli mansabdor shaxslar nomiga 921 ta taqdimnoma, 1031 ta ogohnoma kiritildi va 275 nafar shaxs intizomiy javobgarlikka tortilgani ta'kidlandi. Qolaversa, mansabdor shaxslarning 9301 ta noqonuniy qarorlar bekor qilinishi yoki ijrosi to'xtalishi ta'minlangan. O'tgan 2025-yilda 1 million 100 mingga yaqin davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2024-yilning mos davriga nisbatan 26% oshgan. Fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari foydasiga 15 milliard so'mdan ortiq miqdorda pul mablag'lari undirib berilgan. Yuridik xizmat ko'rsatish sohasida davlat idoralarining 654 mingdan ortiq hujjatlar loyihalari huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Jami 158 ta talabnomalar va sudlarga 72 ta da'vo arizalari kiritilishi ta'minlandi. Hay'at yig'ilishida o'tgan 2025-yil davomida ayni tuman shahar adliya bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari, fuqarolik holati da'vatnomaga yozish bo'limlari hamda yuridik xizmat ko'rsatish markazlari, shuningdek viloyat adliya boshqarmasining tarkibiy bo'limlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar tanqidiy muhokama qilindi. Kelgusida mamlakatimizda yagona davlat huquqiy siyosatini amalga oshirish, fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ularga ko'rsatiladigan huquqiy xizmatlar hamda davlat xizmatlari ko'rsatilishida yuqori natijalarga erishish asosiy maqsad qilingan. Shuningdek, hay'at yig'ilishida viloyat adliya boshqarmasi tizimida uzoq yillar davomida faoliyat yuritib kelgan xodimlarni tantanali ravishda pensiyaga kuzatish tadbiri ham o'tkazildi. Tizimda sidqidildan halol mehnat qilib, umrini jamiyat ravnaqi va qonun ustuvorligini ta'minlashga bag'ishlagan xodimlarning fidokorona xizmatlari va erishgan natijalari e'tirof etildi. Aynan shunday fidoyi ustozlarning boy hayotiy tajribasi va kasbiy saboqlari yosh xodimlar uchun haqiqiy ibrat maktabi ekani qayd etildi. Qolaversa, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida huquqiy targ'ibot va boshqa zarur chora-tadbirlarni sifatli amalga oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish, maishiy korrupsiyaning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni yanada jonlantirish masalalariga alohida urg'u berildi. Hay'at majlisi yakunlari bo'yicha kelgusida adliya organlari tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab olindi.